Charchab ketdim Marko. Yo bismillah. Obcha? Ha. Agar plastik kartamni tushirib qo'ysam nima qilishim kerak? Ha, o'ylab dovdir. Agar plastik kartangni tushirib qo'ygan bo'lsang, bankka borib qayta o'rnatishing kerak. Yo'q, shunchaki egilib olsam bo'lmaymi? Ana, obcha? Nima deb senga egilishni maslahat bermayman. Nimaga? Chunki egilganingda boshingdagi miyang pastga tushib, pachag'i chiqib ketadi. Yo'q, voy. Miyangga urray. Ana, miyam joyida qoldi, yerga tushib ketmadi. Peris, o'zi miyang bormikan degan savol tug'ildi. Charchab ketdim Marko. Yo bismillah. Obcha? Ha. Agar plastik kartamni tushirib qo'ysam nima qilishim kerak? Ha, o'ylab dovdir. Agar plastik kartangni tushirib qo'ygan bo'lsang, bankka borib qayta o'rnatishing kerak. Yo'q, shunchaki egilib olsam bo'lmaymi? Ana, obcha? Nima deb senga egilishni maslahat bermayman. Nimaga? Chunki egilganingda boshingdagi miyang pastga tushib, pachag'i chiqib ketadi. Yo'q, voy. Miyangga urray. Ana, miyam joyida qoldi, yerga tushib ketmadi. Peris, o'zi miyang bormikan degan savol tug'ildi.